Toshkent Qibraydagilar menimcha yaxshi bilsa kerak, Alixon ota baliq markazi bor. O'sha yerga kelganmiz bugun. Qaranglar, baliqlarni. Baliqxonani klientiga yaxshi sharoit, yaxshi joylar qilish uchun srochniy mana shunaqa bino qurish kerak bo'lgan ekan. Shu ukalamizga murojaat qilishibdi. Monolitini bosib berdilaring. Bir kunda shu dachasi bor akalarimizga dacha qurayotgan joylar yaxshi tortyapti aka bu narsamiz. Sababi kran, katta mashina, uzun mashinalar kira olmayapti. Bular tog'larga chiqish, keyin kran chiqish qiyin bo'lgan joylarga yaxshi. Xuddi shunaqa aka. Xo'p, keyin yana bittasini ko'rsatib qo'ymadim. Mana bunaqa zina quymoqchi bo'lganlarga mana tagiga yog'ochni faloncha ishlatmasdan buni bitta qo'yib quyib yuborasizlar, turaveradi tagida. Assalomu alaykum, hurmatli biznesmen, tadbirkor, uyim-joyim deydigan akalar yoki qurilish boshlab qo'yganlar. Sizlarga yaxshi yangiligimiz bor. Oldin ham bir-ikki marta bu tema haqida gaplashganmiz sizlar bilan. Yana bitta ko'rsatib beraylik deyapmiz. Bu umumiy 3 qavatli binoni turishcha yig'ma monolitdan bosib yuborishibdi akalar. Xo'p, bu nimaga yaxshi? Kran yetib bormaydigan, kran yura olmaydigan joylar bo'ladi. Kran kelganda strelasini ko'tara olmaydigan joylar bo'ladi. O'shanaqa joyga buni qo'lda yig'ib qo'rsa bo'ladi. Laboda toshib ham qo'rsa bo'ladi buni. Laboda ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Tuzimsiz, charchamayapsizmi? Rahmat aka. Bu ukamiz andijonlik. Oldingi joyimiz Andijonga borib syomka qilib ko'rsatganmiz bir kichkinaroq joyda. Hozir kattaroq joyda ko'rsataylik odamlarga deb atayin hozir salkam 300 kilometr yo'l bosib Toshkentda Qibrayga keldik akalar. Hammasi o'sha 3 qavat bo'lgan bo'lsa, monolitda bo'lyapti, yig'ma monolitlarda. Ustida anaqasi bor. Stejkasi bor. Stejka quyib qo'yilgan. Xuddi shunday. Ya'ni buni ustidan mana xuddi mana shunaqa stejka quyilyapti. Buni 5 sm quysangiz, ichiga armatura quyib yuborib agar quysangiz, yana ham baquvvat bo'lib ketadi. Bu xavfsizmi? Qanaqa deganlarga video davomida to'liqroq javob beramiz. Narxi siz aytaylik, keyin tepada ham aytib o'tamiz. Narx hozirgi kunda 150 ming so'mdan 190 ming so'mgacha bo'ladi. 150 ming so'mdan 12 lik armaturamiz bo'ladi aka. 170 ming so'mdan 14 lik, 190 ming so'mdan 16 lik armatura qilib beramiz. Armatura mana lagasiga ketadi. Lagasida bitta lagani ichida 3 ta armatura bo'ladi. Bekavot armaturasidan foydalanamiz. Bo'ldi. Bu aytilgan narx o'sha chiqqan joydagi, zavoddagi narxi. Xuddi shunaqa. Sizni uyingizga borguncha dastlabkasi bo'ladi. Yo'l kira, uni alohida narsa. Alohida gaplashiladigan narsa. Buni qo'yib berish, usta terib berish xizmati yana qo'shimcha bo'ladi. Qo'shimcha kelishiladi u xizmat. Bu kelishamiz uni ob'yomga qarab. Shunaqa. Bo'ldi. Video davomidagi yana ham ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu Yevropada 20-30 yildan beri bor narsa ekan. Prosta bizga endi kelib ommalashayotganga ko'pchilik buni har xil tushunishi mumkin. Nimjon yoki boshqa narsa deb, lekin beton plitadaqa yaxshi xizmat qiladi bu yer. Qo'rqmasdan ayta olamiz aka, beton plitadan baquvvat. Sababi beton plitadan ko'ra ko'proq armaturada ishlatiladi bu narsa. Xuddi shunaqa. Yana bitta hozir ma'lumot eshitib qoldim. 8 metrlik joylarni mana to'ri 80 mana shu hozir. Xuddi shunaqa aka. U ichidan bu ichigacha to'ri 80, hech qanaqa stoykasiz yig'ma monolitdan qilyapti. Mana shu 8 metrgacha qilib berishadi, mana stoykasiz. 8 metrgacha monolitni quyish ham juda qimmatga tushib ketar ekan-a. Xuddi shunaqa. Armatura rasxoti ham juda ko'payib ketadi aka. Bularda zavoddan chiqqan holati 190 mingdanmi shunaqa bo'ladi. Eng patolog baland narxi 190 ming so'm, 8 metrlikgacha 190 ming so'mlik variant ketadi. O'sha kvadratiga shundan ketaveradi. Xuddi shunday. Keyin birga bir joyda qancha yuk ko'taradiganlarga 1 tonna yukni xotirjam ko'taraverar ekan. Hattoki mana shu monolit qilib qo'yilgan joyda ustiga bir mashina g'isham to'kib qo'ygan joylarni ko'rdik deyishyapti. Xullas, video davomida yana ham batafsil ma'lumot tirs etkizib like bosib qo'yasizlar. Boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hani endi sizlar qurilish qilayotgan bo'lsanglar, eng katta kranlar bora olmaydigan joylar bo'lsa, kran kirib beton plita qo'ya olmaydigan joylarga mana shunaqa ko'chma yig'ma monolitlar chiqqan. Bu oldin Andijonda syomka qilib ko'rsatib berganmiz. Abdulxayr aka, tuzimsiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Hozir bugun Toshkentdamiz, lekin bu o'zi asli Andijonda chiqadi bu. Shunaqa aka. Andijonda ishlab chiqarishimiz. Buni hamma so'raydigan narsasi bor-da. Ishonchlimi bu? Albatta ishonchli aka. Kafolatlari qanaqa buni? Kafolatlari o'zimiz endi hozircha aka standartlarga javob beradi. Bir kvadratiga 1 tonna, 1,5 tonna ko'taradi aka. 1 kvadratiga. 1 kvadratga. Bo'ldi. Sizga to'g'ri keladi. Xo'p, bu o'zi
asli nima, necha yildan beri qilyapsizlar, qayerlarga qildilaring, shular haqida ma'lumot. Bu 2 qavat, ikkalasi ham bo'lgan buni? 2 qavat bo'lgan. Hozir ishni boshlaganimizga 1 yil bo'ldi aka. 1 yil davomida butun respublika bo'ylab ishlayapmiz. Ya'ni shu Andijondan tortib Buxorogacha berdik hozirgi kunda. Hozir qo'shni davlatdan ham qiziqish bo'lyapti aka. Bo'ladi. Bu o'zi asli Yevropada. Yevropaning texnologiyasi aka, Germaniyadan olib kelingan. Mana qaranglar, hattoki mana yangilik bor ekan. Joy egasining ideyasi ekan bu. Joyning egasining ideyasi bu. Zinani orqasiga oldin unaqa poldan terib apalovka qilish kerak-da, yog'ochdan apalovkadan qo'yib. Ha bu prema o'zida ketdi. Prema o'zida ketgan. Shunaqa. Qani tepaga ham chiqaylikchi. Xo'p. Hop. Plitada arzon tushyaptimi hali ham bu? Plitadan ancha arzon tushadi. Qancha arzon? Endi joyiga qarab. Sababi keyin ishlatilgan armaturasiga ham qarab. Narx o'zgarib boradi. Hozirgi holatda plitada olib kelib o'rnatib berish 220 ming atrofida bo'lsa, bu yig'ma monolitni tekis terib betonga quyish holati 220 mingga to'xtaydi. Plitani qo'ygandan keyin baribir uni ustidan ham beton quyish kerak. Ha, ya'ni bunda avtokran shart emas. Avtokran shart emas, hammasi qo'lda. Hozir mana shunaqa pastga terilib, mana shu terilganda ustidan hozir beton quyib qo'yganmisizlar? Ustidan ham 5 sm beton quyib yuborildi. Armatura qo'yilganmi qo'shimcha? Armatura qo'shimcha qo'yilgan, u uyning egasi tomonidan qo'yilgan. Stashkani tagiga setka 10 ga 10 yoki 15 ga 15 setka qo'yiladi. Ha, yana qo'shimcha setka bilan armatura ham qo'ysa bo'laveradi. Qo'ysa o'zi qo'yish shart emas, uyni xohishiga qarab, uyning egasini xohishiga qarab qo'yilaveradi. Mana sizlarga kelar regeldan regelgacha hozir necha metr mana shu orasi? 480. 480 mi? Shunaqa. 480. Hech qanaqa stoykasiz, Stoyka yo'q. Boshlanishiga stoyka qo'yiladi. Stoyka qo'yilib teriladi g'ishlari, stashga quyiladi. Qotgandan keyin 3 kun, 4 kundan keyin stoykalar olib tashaladi aka. Zo'r. Kimga kerak shunaqasidan? Bor. Hop, quruq o'zini qanchadan berasiz kvadratga buni? Hozirda kvadrati 150 ming so'mdan boshlanadi, 190 ming so'mgacha. Buni farqi armaturada bo'ladi. 12 li armaturadan 16 li armaturagacha foydalanamiz. O'zbekistonning yaxshi armaturasi, Bekobod armaturadan foydalanamiz. 12 li armaturamiz 150 ming so'm, 14 li armaturada qilingan 170 ming so'm bo'ladi. 16 li armatura 190 ming so'mdan to'g'ri keladi kvadrat. Tushunadi. Armatura kelamon stilbas bor, o'shanda turadi. Nima deysizlar buni stilbasizlar? Balka. Balkasida turadi. Oldingizda buni terilishini ham ko'rsatganmiz. Endi hozir tayyor bitgan joyga kelganmiz. Hozir mana bu ikkita blok bor ekan, o'shani ko'rsatib beraman. Qo'shimcha yangilik bo'ladi yildagi. Bu shlaka blok emas, shlaka blokdan baquvvat-a bu ancha. Baquvvat. Bunga qo'shimcha seriallar bor qo'shiladigan. Ha. O'zining ximiyskiy dabaqalari bo'ladi. Endi shlaka blokda oddiy suv, sement, shag'alli bo'lsa, undan farq qiladi bu. Ha, bu undan ancha baquvvat bo'ladi-da. Shunaqa. Mana akalar sizlarga. Hop, 2 qavat tepasi bo'lmagan-a buni. Tepasi stashga bo'lgan holatda aka. Ha, buni tepasi. Mana qaranglar, mana zilg'alar ham hammasi ana shundan qo'yib yuborib. Zo'r chiqdi. Yangilik bo'libdi bu. Bu tom. Mana pastda qo'ya ko'rganimiz yig'ma monolit, usti to'lig'icha monolit. Xullas, monolit quyib qo'yaverar ekanda, Shunaqa, shunday bo'ladi aka. Apalovka olib kelib yig'ib o'tirmas ekanda, mana yig'ma monolit qo'yib, ustiga monolit quyib yuboraverar ekan. Shunday, xuddi shunday aka. Yaxlit bitta bo'lib qolgan, kattagina. Bag'ga regellar ko'tarsa, menimcha u yog'i ham ko'taraverar-a? Ko'taradi aka. Bundan xavotir olmasa ham bo'ladi. Rostdan hamma xavotir olyapti. Tashin so'raydi. Meni birinchi o'rinda tinmoqlarda nima deysiz shunga deydi-da. Yo'q, misol uchun o'zimiz ko'zimizda ko'rib kuzatganimiz aka, shunaqa monolit holatida bitgan holatiga kerak bo'lsa mashinada g'ish olib kelib to'kib qo'ygan holatlari ham bor. Mashina ustiga. Shunaqa shuni ustiga. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz aka. Haligi ko'taradimi degan savolga javob 100% ko'taradi aka. Bo'ldi. Kvadratiga 1 tonna bemalol ko'taradi deyishadi. Bu yerda 14 li armaturadan foydalanilgan aka. Bekobod armaturasidan. Bu yerdikini qo'hmasdan ayta olamiz, 1,5 tonnaga javob beradi kvadratga. Beydiki. Shunaqa. Mana akalar sizlarga. Endi mana ustidan quygan steshkani ham, monolitni ham ichiga armatura qo'yib olsang, yana ham qo'shimcha usulingni bo'lib ketadi. Shunaqa, xuddi shunday aka.
Raqbat o'tib ketadi. Zo'r. Endi monolit ham o'zi asli havoda turadi-yu, bu monolit tagida hozir yana bir qavat monolit bor deganda. Hozirda aka 7 metrgacha berdik. O'zi asli 8 metrgacha chiqaramiz. Aha. 8 metr, 7 metrli joylarga 16 li armaturadan foydalaniladi. Qo'shimcha armaturalar qo'yiladi. Aha. 190 ming so'mdan narx bo'ladi, lekin bir narsani inobatga olish kerak aka. 7-8 metrga haqiqiy monolit qilish qiyin. Qilingan holatda armatura rasxod ko'payib ketadi. Monolitdan og'ir bo'lgan hisobiga o'zini yukini ushlab turishi ham qiyin. Ko'p ustalar bilan gaplashganimizda 4-5 metrdan eniga 4-5 metrdan uzunini monolit qilishmaydi ekan hozirda. Pilta qo'yish yoki yig'ma monolitdan foydalanishadi. Bu ko'taradi lekin. Bu ko'taradi aka. O'ta go'zal akalar. Aloqaga chiqinglar, bor qilib berishadi. Necha kunda bitadi? O'rtacha necha kvadrat joy qanchada bitadi? Zakaz olingandan keyin 10 kun oralig'ida bitadi. 10 kun oralig'ida, любой joyda bo'lsa. Любой joyda bo'lsa bitadi. O'zi asli 5 kun bir haftada bitiramiz. Endi har xil havoni hisobini olgan holatda 10 kun bo'ladi deb aytamiz. To'lov turlari? To'lov turlarining farqi yo'q. Xohlagan klientlar xohlagan usulda. Float kessa ham bo'ladimi? Shunaqa. Katta qurilish-purishlar bemalol ishlayveramiz. ishlayveramiz. Aloqaga chiqinglar akalar, berishadi chiroyli qilib. Xudo xolasa yaxshi.